masalada nima deyildi? Birinchi, markaziy chiziq ekanligini ko'rsating deyapti. Demak, deltani hisoblaymiz. A1 bizda 3 ga teng. A1 2 2 ga teng. Hisobladik. 6 plus 9 mi? 15 ekan. 0 dan farqli, demak, haqiqatdan bu chiziq markaziy ekan. Demak, markaziy yagona ekan. Endi markazini topish kerak, sistemani yozamiz. 3x0 minus 3y0 teng 2. Minus 3x0 plus 2y0 teng minus 1. Shundaymi sizlarda? Nega 2y0 yozdim men? Bu yerda nima turishi kerak? A2 turishi kerak. Sizning xatoyingiz A2 ning o'rniga 1 qo'yib ketgansiz. Endi bu sistemani yechamiz. Qanday yechamiz? Qo'shib olsak bo'lar ekan, a? Qo'shib olsak minus y0 teng 1, y0 teng 1 ekan. X nimaga teng bo'ladi shunda? Minus 1 bo'ldi. X0 aniqmi? 1 ekan. Demak, markazi qaysi nuqta ekan chiziq markazi? Baravar minus 1 nuqta ekan. Endi nima qilishimiz kerak edi? Almashtirishni bajarish kerak edi. X teng x' plus 1, y teng y' minus 1. Tenglamaga olib borib qo'yamiz. 3 x' plus 1 ning kvadrati minus 6 x' plus 1 y' minus 1 plus 2 y' minus 1 ning kvadrati minus 4 x' plus 1 plus 2 y' minus 1 plus 1 teng. Soddalashtiramiz. Demak, nima bo'ladi? 3x' kvadrat bo'ladi. Minus 6x' y' bo'ladi. Plus 2 y' kvadrat bo'ladi. 0. Endi qarang. Ikkilangani bora 2x', bu bilan 6x'. X' minus x' mana bu bilan plus 6x'. Shundaymi? Chiqarib ketish kerak-da lekin. Qayerdadir xato ketdi-da, bitta ko'raylik. Y'-chi minus 2y' minus 4y'. Yana qayerdan y' bor? Y' davom bor. Mana bu yerdan y' minus 6y' minus 4x' bor. Plus 2y' bor. Ozod xat qoldimi? Ozod xat qayerdan chiqyapti? Minus 1 plus 6. Assalomu alaykum. Kelaverasiz? Kiraverasiz. 1 6 plus 3 plus 2 minus 4 minus 2 plus 1. Markaz to'g'ri topdikmi? Markaz to'g'ri topdik. Ha? Nima ekan x0? Minus 1 taqsim 3. Minus 1 taqsim 3 mi? Sizlarga ishonuvdim-da. Y nolimiz minus 1 3 bo'lsa. Endi hammasi xato ketdimi? Minus bo'ladimi bu? Endi qarang. X' bor koeffitsiyentlarni yozib chiqamiz. Bu yerdan necha bo'ladi? Minus 2 taqsim 3. Bu bilan minus 2x'. Bu yerdan x' minus x' plus bilan 6x'.
Bu yerdan minus 4x shtrix. Endi y shtrix borlarini yozamiz. Y shtrix minus 1/3. Bu bilan necha bo'ladi? 2 mi? Plusdan y plus 2 y shtrixmi? Aha. Mana bu yerdan ikkilangani 2 y shtrix, bu bilan 4 y shtrix. Xato ketdi yana. Bu yerdachi minus 2 minus 4 y shtrix. To'g'rimi? Endi ozod xat yozamiz. Ozod xat muhimmasda sonda koeffitsiyentlar yo'qolib ketishi kerak-da bizda. X shtrix qisqardi, lekin y shtrix qisqarmay qoldi. Qayerdan qoldi? Qisqarmayapti. Bittasini tashib ketdimmi? 2 y shtrix. Qarang, mana bu bilan minus 1/3, bu bilan 2 y shtrix bo'ladimi plus? Bu yerdan minus 2 va minus 4 shtrix, ha? Va bu yerdan 2 shtrix ekan. Xato qilib ketibman. Mana qisqardi. Bu yerda bitta son bor, sonni hisoblamadim. Bitta A0 shtrix turibdi. Demak, nima qoldi bizda? 3x shtrix kvadrat minus 6x shtrix y shtrix plus 2y shtrix kvadrat plus A0 qoldi. Maqsadimiz shu edi. Teng 0. A0 hisoblab qo'yasizlar. Markazni topib, palay ko'chirish, almashtirishni bajarishdan maqsad nima ekan Umida? Yo'qotish. X va y oldiga koeffitsient 0 ga aylantirish. Demak, tenglamamiz soddalashdi. Nima qoldi bizda faqat? X shtrix bilan y shtrix qoldi. Boyaga ko'rinishga kelish uchun ikkinchi ellips giparbolalarni tenglamasiga o'xshash tenglama hosil bo'lish uchun bizda bitta mana bu xalaqit kerak. Endi keyingi qadamda biz x shtrix, y shtrixni yo'qotish bilan shug'ullanamiz. Hozircha markazni topib, palay ko'chirish tushunarlimi? Tushunarli. Endi davom ettiramiz. Demak, x y ni qanday yo'qotamiz? X y ni yo'qotish bilan shug'ullanamiz endi. X y ni qanday yo'qotamiz? Agar bizda umuman x y qatnashmasa, masalamiz juda ham soddalashib ketadi. Masalan, mana bunaqa 5 xatli bo'lib qolsa tenglama, x y yo'q bo'lgan holat bo'lsa, biz mana bu markazni topib ham o'tirmaymiz. Biroq to'la mana shu tenglamani o'zi bilan ishlaymiz. Ya'ni to'la kvadratga ajratish usuli bilan. Masalan, konkret bitta misolda ko'ramiz. Mana bu misol berilgan bo'lsin, ya'ni x y xati yo'q. Nima qilishimiz kerak? Buni tenglamasini soddalashtirishimiz kerak. Biz to'la kvadratga ajratishni bilamiz, a? Ya'ni a plus b ni kvadratini bilamizmi? Nimaga teng a plus b ni kvadrati? Minusligi bo'lsa ham bilamiz. Demak, nima qilamiz? X bor xatlarni bir tomonga, y bor xatlarni yonma-yon yozamiz. Mana bu ikkalasidan 16 ni, bu ikkalasidan 25 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Va qavs ichida to'la kvadrat hosil qilishimiz kerak. To'la kvadrat bo'lish uchun bunga nima yetishmayapti? Bunga 1 yetishmayapti. Bunga 1 yetishmayapti. Demak, birini qo'shib ayiramiz ikkalasida ham. Qo'shib ayirganimiz hisobidan bundan nima chiqadi? Minus 16, bundan minus 25. Buni 16 bilan 25 ni tenglikning ikkinchi tomoniga plus qilib o'tkazib yuboramiz va qo'shamiz uchta sonni. Bizda mana bunaqa tenglik hosil bo'ladi. Endi nima qilamiz? Kanonik ko'rish tenglamaga yaqinlashyaptimi? Nima qilamiz? 400 ga bo'lib yuboramiz. Bizda mana bu nimani tenglamasi hosil bo'ldi? Ellipsning kanonik tenglamasi. Bu qanaqa ellips ekan? Biz o'rgangan tenglama emas-ku bu. Biz o'rganganimizda x kvadratida suratda y kvadrat. Demak, mana bu sonlar nimani bildiradi? Markazi qaysi nuqtada ekanligini bildiradi. 1 u minus 1 nuqtada ekanligini bildiradi. Demak, agar hozir biz mana bu misolni to'la kvadratga ajratmasdan markazini topib keyin soddalashtirganimizda xuddi shu ko'rinishga kelardi. Sizda mana bu ishlagan ana sistemamizning yechimi 1 u minus 1 bo'lgan bo'lardi-da. Biz o'sha jarayonni bajarmadikda, to'la kvadratga ajratish usuli bilan tenglamani osongina kanon shakliga keltirdik va mana bu kanonik tenglamadan bilyapmiz markazini. Demak, bu ellipsning markazi 1 u minus 1 nuqtada joylashgan. O'qlari absissa va ordinataga parallel holatda joylashgan. Mana bu hozir burchak bu joylashgan-ku. Mana bunaqada. 1 u nima? 1 u minus 1.
Mana bu nuqtada manda joylashgan ellips. Xo'p. Tushunarlimi? Endi ana shu x y qatnashsa, ya'ni b koeffitsient 0 ga teng bo'lmasa qanday qilamiz degan masala. Demak, yana almashtirish bajaramiz. Boya bajargan almashtirish bor-ku. Almashtirishni bajarganimizdan keyin bu tenglama mana bu o'zimiz biladigan kanonik tenglama kelib qoladi-da. X' kvadrat taqsim 25 plus y kvadrat taqsim 25 bo'ladi. Ya'ni mana bu boya yangi koordinatalar sistemasi deb ko'rsatdim-ku. Mana shu o'sha bo'ladi. Mana bu almashtirishdan keyin o'zimiz biladigan kanonik tenglama keladi. Bu ellips bu tenglama qaysi koordinatalar sistemasida shunaqa? Mana bu shtrix bilan chizilgan koordinatalar sistemasida ellipsni tenglamasi mana bu ko'rinishda. Eski mana bu x, y, y koordinatalar sistemasida esa boyaga berilgan umumiy tenglama bilan ifodalanyapti. Tushunarlimi? Endi b koeffitsient 0 ga teng bo'lmasa nima qilamiz? B koeffitsient 0 ga teng bo'lsa, darsni boshida ham aytdik, burishimiz kerak. Burish uchun bizga nima kerak edi? Burchak qaysi burchak edi? Mana bu burchak kerak edi. Yana bir marta ko'ramiz. Mana bu burchak kerak edi. Ya'ni mana bunday parallel ko'chirib keldik. Almashtirishni o'rgandik-ku, markazni parallel ko'chirishda. Markazni ko'chiruvdik. Mana bu koordinatalar sistemasi mana bu yerga parallel ko'chib keldi. Endi qaysi burchak kerak bizga? Mana bu o'q bilan mana bu o'q orasidagi burchakni topib bursak, mana bunday bo'lib qoladi va umumiy tenglama kanonik ko'rinishga kelib qoladi. Demak, mana shu qism qoldi xolos. Endi burchakni qanday topamiz degan masala. Markazni qanday topgan? Mana bu markazni aniqlab beradigan sistemani qanday topgan bo'lsak, ya'ni topish uchun o'tgan darsda nima qiluvdik? Boyaga yozgan almashtirishimni bunga olib borib qo'yuvdik-da, o'zimiz x bilan y ning oldidagi koeffitsiyentlarni 0 ga tenglab olgandik. Va bizda mana bu sistema hosil bo'ldi. Bu uchun ham xuddi shu ishni bajaramiz. Mana bu bir tenglamaga x o'rniga mana buni, y o'rniga buni olib borib soddalashtirasiz. Tenglamamizda sinus va kosinuslarga bog'liq ifoda hosil bo'ladi. Ana shu yerdan bu sizga mustaqil ishga vazifa. Mana buni tenglamaga olib borib qo'yish sizni uyga vazifangiz. Olib borib qo'yasiz, kosinuslarga bog'liq tenglama bo'ladi. O'sha tenglamani yechsangiz sinus bilan kosinusning nisbati hosil bo'ladi. Sinus kosinusga nisbati bizga tangensni beradi. Demak, burchakni qanday topamiz ekan? Mana bu ifodadan o'zimiz koeffitsient bilan yozib qo'yaman. Demak, burish burchagini mana bu formuladan aniqlaymiz ekan. Tangens 2 alfa teng 2a1 2 taqsim a1 1 minus a2 2. Mana shu burchak tangens 2 alfadan alfa burchakni topamiz. Mana bu almashtirishni olib borib bajarsak, bizda qaysi koeffitsient yo'qolib qoladi, 0 ga aylanadi? Mana bu koeffitsient yo'qoladi. Mana bu koeffitsient yo'qoladi. Shuni keling misolda ko'ramiz. Vaqt ana shu chiziqni kanonik shaklga keltirish kerak bo'lsa, burchakni topamiz. Teng bo'lib qoldi. Agar teng bo'lib qolsa, alfa 45 gradus deb olamiz dediga. Demak, a1 1 bilan a2 2 teng ekan, bu ham bo'lsa 5 ga teng ekan, a1 2 nimaga teng? Minus 3 ga teng. Tangens 2 alfani hisoblaymiz. Yo'q, hisoblamaymiz. Alfa teng bo'lganligi uchun alfani 45 gradus deb olib ketamiz. Mana bu almashtirishni bajaramiz. X teng ikkalasi ham o'rtasida 2 taqsim 2 bo'lgani uchun qavsdan tashqariga chiqarib ketamiz. X' minus y'. Y teng o'rtasida 2 taqsim 2 x' plus y'. Mana shuni olib borib qo'yishimiz kerak tenglamaga. Olib boramiz. Demak, 5 ko'paytirilgan 2 taqsim 4 x' minus y. Keling, shuni siz bajaring. Men yozaman. Ko'chiring daftaringizga. Soddalashtiramiz. Qani nima chiqadi? Shuni soddalashtiramiz.
Kimda chiqdi? Nima chiqdi? Demak 5 taqsim 2 dan 2 ta ekan 5x shtrix kvadrat ha? Plus 5y shtrix kvadrat minus yo'qda 6 minusdan ha? Minus x shtrix kvadrat ha? Minus qaysi? Ha, buni tashib ketdimi? Mana bu yerdagini. 2 taqsim 4 tashib ketdimi? 3 bo'ladimi? Endichi 5 edi. 2 bo'ladimi? 2x shtrix kvadrat. Bunda 2 tami 5, 8 bo'ladimi? Xato bo'lsa ayting. Bo'ldimi? Shunday bo'lib qoldimi? Xatosi bor. Ishlayapsizlarmi? Men yozgandan keyin to'xtab qoldilaringizmi? Shundaymi? Endi nima qilamiz? 32 ni ikkinchi tenglikni ikkinchi tomoniga o'tkazamiz va 32 ga bo'lib boramiz. 16 plus y shtrix kvadrat taqsim 4 teng 1 bo'lar ekan. Bu nima edi? Nimani tenglamasi edi bu? Ellipsning kanonik tenglamasi edi. Demak, bizda o'zi berilgan misolda x bilan y yo'q edi. Demak, bu chiziqning markazi qayerda? X bilan y yo'q. Demak, uni markazi qayerda bo'ladi? 0,0 nuqtada bo'ladi. Demak, markazi o'zi 0,0 nuqtada turibdi. Faqat o'qni burish kerak xolosda. Demak, o'qni burish uchun biz alfani 45 gradus deb oldik va almashtirishni bajardik. Bizda kanonik tenglama hosil bo'ldi. Demak, bugun biz nimani o'rgandik? Umumlashtiraylikchi. Nimani o'rgandik? Nimani o'rgandik? Qanday keltirar ekanmiz? Birinchi o'rinda markazini topamiz. Markaziy ekanligini aniqlaymiz. Chunki bugun biz faqatgina markaziy chiziqlarning umumiy tenglamasini kanonik shaklga keltirish bilan shug'ullandik. Markaziy ekanligini qanday aniqlashganmiz? Deltadan aniqlaymiz. Delta 0 dan farqli bo'lsa, u markaziy. Markaziy ekanligini aniqlagandan keyin markazini topamiz. Qanday topamiz? Sistemadan markazini topamiz va undan keyin koordinatalar boshini markazga parallel ko'chiramiz. Undan keyin burchakni aniqlaymiz va burish almashtirishni bajaramiz. Natijada bizda ikkinchi tartib chiziqning kanonik tenglamasi hosil bo'ladi. Endi har doim hozir biz siz ishlagan misollarda ham ellips chiqdi-da, giperbola chiqqandir balki. Nima nuqta chiqib qolishi mumkin, kesishuvchi to'g'ri chiziqlar juftligi chiqishi mumkin. Mana bu yerda -1 bo'lib qolsa, mavhum ellips chiqib qolishi mumkin. Mavhum kesishuvchi to'g'ri chiziqlar juftligi ham chiqib qolishi mumkin. Demak, markaziy chiziqlarga ellips, mavhum ellips, giperbola, kesishuvchi to'g'ri chiziqlar juftligi, mavhum kesishuvchi to'g'ri chiziqlar juftligi va nuqta ham kirib ketadi. Bugungi mavzu bo'yicha qanday savollaringiz bor? Savollar bormi? Uyga vazifa, sizga bitta uyga vazifa berdim. Mana bu almashtirishni burchak mana bu qayerdan kelib chiqqanini aniqlashni sizga vazifa berdim. Buning uchun umumiy tenglamaga mana bu almashtirishni olib borasiz va x y oldida kosinus alfa sinus alfaga bog'liq ifoda hosil bo'ladi. O'shani 0 ga tenglashtirib yechsangiz, mana bu ifoda kelib chiqadi. Shuni topishni sizga vazifa qilib berdim. Savollaringiz bo'lmasa, darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.